Bir ona aytayapti. Men bir kuni erimni bir gapidan xafa bo'ldim. Keyin so'yindim deydi. Erim menga qarab turib aytdi. Farzand dunyoga keldi, farzandning chiroyliligidan, uni qiliqlaridan ikkomiz tong ottiramiz deydi. Ustida tomosha qilib o'tirib tong ottiramiz deydi. Bolamiz chiroyli qiliqlar qiladi deydi. Keyin sekin-sekin bolamizni tili chiqdi deydi. Sekin-sekin oyog'i chiqdi deydi. Bolamiz yuradigan bo'lib qoldi deydi. Keyin bir kuni bolam aqli yetmasdan meni so'kib yordi deydi. Hali ayol aytayapti. O'sha paytda erim haligi bolamni, "O'y, onangni xafa qiladigan bo'lsang, seni bola qilmayman" dedi deydi. O'sha paytda men erimga qarab turib, "Hay, bu yosh bola, nimaga yosh bola unaqa deysiz? Tek qo'ying, bu kichkinada" dedim deydi. Oradan 15 yil o'tdi deydi. 20 yoshga kirganda haligi bolam menga, "Siz nimani bilasiz?" deb chiqib ketdi deydi. O'shanda erimga bir qaradim, atrofimda boshqa himoyachi yo'q edi. 15 yil avval bolam 5 yoshida meni so'kib menga qo'lini siltaganda, otasi tarbiya qilaman deganda aralashib qo'yuvdim. 20 yoshda stolni urib turib, "Ey ona, siz nimani bilasiz?" deb chiqib ketganda, atrofimda himoyachilik ko'rmay erimga shunday qarasam, yerga qarab turib, shunday dedi deydi. Qarang. Nima deb o'ylaysizlar? Aslida bu ayolga bunday deyish kerak edi. Mana shu o'zing ekkan meva. O 5 yoshida so'kkanimda aralashgansan, endi o'zing ko'r deyish kerakmidi? Shuni demabdi. Hali ayol aytadi, erimga qarab tursam, qo'limni ushab turib, onasi bizni oramizni bo'lgan, ya'ni er xotin birga yotadi-yu, bola kelganda ora ayriladi. Bizni oramizni bo'lgan. Seni mendan uzoqlashtirgan. Ya'ni kechasi bola bilan ovora bo'ladi, bolani ovqatda kiri bilan uzoqlashadi-yu. Qarang, gapni qarang. Ey xotin, bizni oramizni bo'lgan, oramizni uzoqlashtirgan, sen bilan meni xafa qilgan. Ertaga uylanib xotinni qo'yniga kirib ketadigan, farzandli bo'lsa bolam deb sen bilan meni qaramay qo'yadigan odam uchun kuyasan. Senga menga sen keraksan. O'zingni ehtiyoj qil dedi. Aytish kerak edi, o'zingni qilig'ing deyish kerak edi. Ammo deyapti haligi ayol aytayapti. Qarang, adabiyotda yozyapti. Erim menga tasalli berib, bu yog'iga sen menga, men senga kerakman. Bir-birimizga suyanib o'tamiz. Xafa bo'lma dedi deydi. Tushunib yetdimki, farzanddan ham ko'ra ko'proq erim menga himoyachi ekan, erimga suyanaman ekan. Ilohim farzandlarimiz noqobil bo'lmasin. Ilohim umid bilan tarbiya qilib o'stirgan qiz farzandlarimiz munosib joylarga turmushga chiqsin. Turmushda xorlanmasin. Turmushda aziz bo'lsin. O'sha xonadonlarda bizlarga rahmat olib